To'g'ri, Angor tumanimizda maktablar ko'p, lekin mening maktabim eng zo'ridir. Angor tumani ixtisoslashtirilgan maktabimizda hamma sharoitlar mavjud. Yorug' va shinam xonalar, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun kutubxona, tadbirlar uchun faollar zali, sport bilan shug'ullanishimiz uchun alohida sport zal, zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan informatika xonalari mavjud. Haftaning har dushanba kunida maktabimiz direktori Nodir Avazov boshchiligida ertalabki saflanish tadbiri o'tkaziladi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi, maktabimiz pedagogik jamoasi hamda o'quvchilar jo'rligida kuylanadi va davlat bayrog'i ko'tariladi. Maktabimizda tabiiy va aniq fanlar chuqur o'rgatiladi. Ustozlarning kuchli bilimi va o'quvchilarning tirishqoqligi sabab maktabimizdagi o'quvchilar fanlarda milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Shulardan 3 nafar o'quvchi chet tilini bilish darajasi bo'yicha xalqaro AL sertifikatini qo'lga kiritdilar. 5 nafar o'quvchi ingliz tilidan milliy sertifikatni qo'lga kiritishdi. 8 nafar o'quvchilar kimyo fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritishdi. Bundan tashqari maktabimiz o'quvchilari tumanda bo'ladigan barcha tadbirlarda faol qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdilar. Maktabimizda zakovat intellektual o'yinlari ham o'tkazilib turadi. O'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishlari uchun hatto shaxmat klubi ham faoliyat yuritib kelmoqda. Bundan tashqari stol tennis ham bor. Maktabimiz psixologi tomonidan o'qituvchi va o'quvchilarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida har xil qiziqarli trening mashg'ulotlar o'tkazilib turadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, maktabimizda 7 ta fandan milliy sertifikatni va ingliz tilidan xalqaro sertifikatni qo'lga kiritib, muddatidan oldin talaba bo'lgan o'quvchimiz ham bor. Men shunday maktabda ta'lim olayotganimdan faxrlanaman.